Axborot tizimi ma'lum bir tuzilishga ega obyektlar haqidagi ma'lumotlarni saqlaydi. Har bir obyekt bloklar ketma-ketlik sifatida tasniflanadi. Har bir blok uchun uning kodi va turi ko'rsatilgan. Blok kodi 6 ta belgidan iborat bo'lib, ularning har biri katta va kichik lot harflardan biri bo'lishi mumkin. Har bir kod belgisi minimal bitlar soni bilan kodlangan. Blok turi birdan n-gacha bo'lgan butun son bo'lib, u minimal mumkin bo'lgan bitlar soni bilan kodlangan. Butun blok eng kam mumkin bo'lgan butun bayt soni bilan kodlangan. Har bir obyekt haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun barcha obyektlar uchun bir xil minimal bayt soni ajratiladi va bu 40 ta blokni tasdiqlash uchun yetarli. Ma'lumki 2048 ta obyektda ma'lumotlarni saqlash uchun 480 kilobayt talab qilingan. Har xil turdagi bloklar sonining maksimal mumkin bo'lgan qiymati endi aniqlanyapti. Bizda bu yerda axborot tizimida ma'lumot tuzilish ikkita tuzilish bor, ya'ni blok birinchisi kodi bor, blok kodi, keyingisi blok turi bor. Ikkinchisi blok turi. Endi blok kodida nimalar ishlatiladi? Aytyapti 6 ta belgidan iborat bo'lib, bular lot alifbosining katta va kichik harflaridan biri bo'lishi mumkin deyapti. Ya'ni katta va kichik harflardan 26 ta katta harf, 26 ta kichik harf bo'ladigan bo'lsa, jami 52 ta belgi bo'ladi. Mana shu 52 ta belgini kodlashimiz uchun kamida bizga necha bit kerak? Ushbu tengsizlikdan aniqlab olamiz. Ya'ni i teng 6 bit yetarli. Endi shu 6 bitda 6 ta belgi hosil qilinadi. Ya'ni 6 kara 6. 36 bit bo'ladi. Blok kodi uchun 36 bit ishlatiladi. Keyingisi blok turi. Blok turi birdan n-gacha bo'lgan. Biz mana shu n-ni aniqlashimiz kerak. Agar bu birdan n-gacha aniq son bo'lgan edi, quyidagi formulaga qo'yib, mana birdan masalan n-gacha bo'ladigan bo'lsa, buni 2i minus 1 kichik n dan, bu ham kichik yoki teng 2i. Ya'ni i teng x bit. Hozir bilmaymiz. Biz mana shu n nechiligini, shuning uchun buni x bit deb olyapmiz. Minimal mumkin bo'lgan bitlar soni bilan kodlangan. Endi butun blok deyapti. Butun blok degani ham kodi ham turi kiradi. Ya'ni butun blok bizga 36 bit plus x bit mana bu. Butun blok butun bayt soni bilan yoziladi deyapti. Buni 8 ga bo'lamiz, baytga o'tadi. Bitdan baytga o'tdi. Keyin mana bu pastda har bir obyekt haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun deyapti. Barcha obyektlar uchun bir xil minimal bayt soni ajratilgan va bu 40 ta blokni tasvirlash uchun yetarli deyapti. Ya'ni mana shuni 40 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizga ya'ni mana shu bitta blokni tasvirlash uchun yetarli bo'ladi bizda. Va buni qisqartirib yoradigan bo'lsak, bu bizda qoladi 36 plus x ko'paytirilgan 5 qoladi. Endi oxirgi jumlaga qaraydigan bo'lsak, 2048 ta obyektni saqlash uchun 480 kilobayt ajratilgan deyapti. Biz bitta obyektni saqlash uchun qancha bayt ajratilganini topib olamiz. Ya'ni 480 kilobaytni obyektlar soniga bo'lamiz. 480 kilobaytni baytga o'tib oladigan bo'lsak, bu 1024 ga ko'paytirib olsak to'g'ri bo'ladi. Va qisqaradiganini qisqartiramiz. 2 ta qoladi. Bu bilan qisqaradigan bo'lsa 240 bayt qoladi. Ya'ni bitta obyekt haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun 200 bayt kerak ekan. Endi mana shu berilgan ifodaga tenglab, ya'ni 36x ko'paytirilgan 5 teng 240. Mana shu yerdan x topib olamiz. 5 ga qisqartirib yuboramiz tenglamani har ikkala tomonni. Bu tomonda 48 qoladi. X topadigan bo'lsa, x bu 12 bit kelib chiqadi. Bizda n ni so'rayapti. N ni topishimiz uchun n teng 2i. Mana shu formuladan Ralph Hartley formulasidan topib olamiz. I bizda bor 12, n teng 2 ning 12-chisi. Bu ham teng bo'ladi, n teng 4096 bo'ladi. Ya'ni n ning maksimal mumkin bo'lgan qiymati, eng katta qiymati bizda 4096 ga teng bo'ladi. Navbatdagi savolimiz yuqoridagi savolga o'xshash. Bunda ham xuddi ikkita blok turi va blok kodi mavjud. Blok kodi 11 ta belgidan iborat bo'lib, bizda o'sha lot harflarining katta va kichik harflardan biri bo'lishi mumkin deyapti. Bunda minimal bit bilan kodlangan bo'lishi kerak. Birinchi blok kodini aniqlab oladigan bo'lsak, ya'ni 2 yoki 26 plus 26 bu o'sha katta va kichik harflarning yig'indisi. Mana shu 2 i minus 1 kichik 52 kichik yoki teng 2 ning i'inchisi. I teng
6 bit bo'ladi. Ya'ni blok kodi uchun 6 bit ketadi. Shundan 11 ta belgi hosil qilinadi. Ya'ni bu degani 11 karra 6 jami blok kodi uchun bizga 66 bit ketadi ekan. Endi blok turi uchun mana blok turi 1 dan 8 minggacha bu yerda aniq son bilan berilgan. Keyingisi blok turi. 1 dan 8 minggacha bo'lgan belgilarni kodlashimiz uchun minimal bizda aytyapti mana minimal bitlar sonini aniqlashimiz kerak. Mana shu tengsizlikka qo'yib minimal bitlar sonini aniqlaymiz. Bu 13 ga teng bo'ladi. Ya'ni 8192 bo'ladi. Shu tengsizlik to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu tomon 4096, bu tomon 8192 bo'ladi. Blok turi uchun minimal 13 bit ketar ekan. Endi butun blok deyapti. Butun blok degani shularni yig'indisini aytyapti. Butun blok degani, ya'ni 66 plus 13 teng 79 bit bo'ladi butun blok hajmi. Shu deyapti butun bayt soni bilan yoziladi. Ya'ni buni 8 ga bo'lib butun bayt soni bilan olamiz. Demak, buni doim yuqoriga qarab yaxlitlab olamiz, chunki butun qismini oladigan bo'lsak bizga sig'may qoladi belgilar. Shuning uchun bu 9 butun, masalan 8 9,9 bo'ladigan bo'lsa ham buni 10 deb olamiz. Yoki 9,1 bo'lganda ham 10 bayt deb olamiz. Har bir obyektni tasnifini saqlash uchun barcha obyektlar uchun bir xil miqdordagi baytlar ajratiladi. 640 ta obyekt haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun 325 kilobayt kerak bo'ladi. Biz 640 ta emas, bitta obyekt haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun qancha bayt ketadi shuni topib olamiz. Buning uchun mana shu 625 kilobaytni bo'lamiz 640 obyektlar soniga va suratini baytga o'tib oladigan bo'lsak, buni 1024 ga ko'paytirib olishimiz kerak. Demak, bu bo'ladi bizga 332.800 mahrajda 640 bo'ladi. Buni bo'ladigan bo'lsak, bu 500 bizda 20 bayt bo'ladi. Ya'ni bu 520 bayt degani bitta obyekt haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan joy. Endi bitta obyekt haqidagi ma'lumotlarni o'sha yozuvda deyapti, eng ko'pi bilan nechta blok bo'lish mumkin deyapti. Bloklar soni qancha bo'lishi mumkin? Ya'ni mana bu bizda bitta obyekt, demak, mana bu berilgani bizga o'sha jami butun blok hajmi. Ya'ni bitta blok hajmi. Endi eng ko'p bilan nechta bo'lishi mumkin deganda 520 ni bitta obyekt haqidagi hajmni mana shu bitta blokka bo'lsak, jami bloklar nechta bo'lishi kelib chiqadi bizga. Ya'ni 520 bo'lingan 10. Mana bitta obyektda eng ko'pi bilan 52 tagacha blok joylashishi mumkin ekan. Javob mana shunday ko'rinishda bo'ladi.